Mirzayev ishdan olinsin bugunning o'zida. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Bu O'zbekistonda bo'layapti bu gaplar. O'zbekiston poytaxtini kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Sultonxo'jayev bilan O'rmonov faqat mikroavtobuslarda shahar aylanishni juda o'rganib oldi. O'zbeklarning chet eldagi ommaviy mushtlashuvlari yurtimiz obro'siga juda katta putur yetkazayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib yotdi har kuni. Dunyo hamjamiyati bilan hamkorlikda ishlash uchun bu juda katta putur bu. Mahalladagi uchastkovoy prokurorlar ish uslubini o'zgartirish kerak. Albatta qaror chiqadi, qonun chiqadi, lekin u qog'oz. Amalda bugungi gaplardan xulosa qilib, sizlar hammaga namuna bo'lishlaring kerak. Har safar qaytaraman. O'zbekiston uchun tashqaridan kelib birov bir tiyin bermaydi ham, bir narsa qilib bermaydi ham, qonunni ham qilmaydi, yangilikni ham qilmaydi. Jilovlasa bo'ladi agar adolatli tizim qilsak. Bo'ladi, men ishonaman. Xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi bizni.